Assalomu alaykum. Uzbasir kanalining hurmatli obunachilari. Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidamiz. Xudo xolasa akalar, Olmos nomli drabilkalarimiz sotuvga chiqyapti. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 12 ta viloyatga dastavkalarni qilib berishadi. Kelishgan holda. Pullari arzon, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Charchab qolmaysizmi aka? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jamol aka, yaxshi keldingizmi? Salomat yaxshimi aka? Tuzukmisiz? Ha, Xudo xolasa ishlarni boshlab orada bir dam olib ishni boshlaymiz. Ha, albatta. Ancha o'zgartirishlar qildik, Xudo xolasa. Bir ko'rsatib obzor qilaveramiz aka. Xo'p, Jamol aka, birinchi o'rinda bemalol g'ildiraylardan boshlasak, bemalol bitta odam yetaylaveradi. Ha, manzildan manzilgacha ko'chirib bemalol ishlataveradi aka. Buni olgan odam ana bolalari qiynalmasa kerak. Ha, bolalar, ayollar ham uyda bemalol joyiga boshqa yerga ko'chiradigan bo'lsa, g'ildiray bor tortib ketaveradi. Joyiga olib borib, ha, albatta. 2 soatda bitakan, 10 minutda bitadi. Ha, albatta aka. Setkalari 4 xil nasatkasi bo'ladi aka. Bularni qo'shib berasiz. Biz buni qo'shib beramiz. Xo'p, bu molbob poya somonlarga. Mana qo'ybob qilib chiqarib beradi somonlarni. Mana bug'doyda makkani yorma holatga keltirib beradi. Mana uni bug'doy makkalarni un kepang holatda chiqarib beradi. Keyin bu setkani qo'yish ham juda oson ekan. Oldin gayka bodlar bo'shatib, qatirib, aqaba qilinardi. Endi hozir ancha qulaylashtirganmiz. Shuni yonidan solasiz. Yonidan mana shuni chiqarib qo'yasiz. Orcha mashaqqat, mehnat yo'q. Keyin bizga siz beruvdingizmi ekan yaxshiligingiz? Shu yechatda. Ha, yo'q. Ekan yechmasa ona setga chiqmaydi. Ha, buni bir marta mahkam qatirib qo'yasiz. Bo'ldi. Shu yonidan chiqarib, yonidan solaverasiz, qiynalmaydi. Keyin bu himoya avtomatlari bor ekan. Ha, tiqilib qolsa, boshqa bo'lsa, to'kingizda tashlaydi. Ha, to'k o'ta baland yo past bo'lsa tashlaydi. O'zida voltmetr bor. To'kni ko'rsatib turadi. O'zi avtomatik edi. Usta aka, ismingiz nima edi aka? Umidjon. Umidjon aka. Narxlarni birinchi aytib o'tdik. Narxlarimi? Ha, ketaveradi. Ha, narxlari aka, Xudo xolasa. Xalqimiz qo'llab-quvvatlab like bosib tursa aka, chiroyli narxlarda, chegirma narxlarda qilib beramiz aka. Alyuminli qancha, misli qancha? Xo'p, alyuminligimiz, xo'p, 250 ming farq qiladi mislidan. Alyuminli boshqa joyda 300 ming, sizda 2. Ha, bizda 250 ming. Bizga o'sha joydan olayotgan narximiz yetadi farqi. Ana buni qarang. Xo'p, buni narxini aka. Bu alyuminlimi? Ha, bu 6,5 kilovatli alyuminli motor. Vodiy bo'lib 2 million 200 ming qilib beramiz aka. Xonadoniga olib borib ishlatib, tekshirib beriladi, ishlatib beriladi. Uyga o'rnatib, keyin pul sanaladi. Ha, albatta, ishlatib berilgandan keyin pul sanaladi. Endi Toshkent narxiga 2 million 400 ming, 200 ming qo'shilib qoladi aka. Uni ham Toshkentgacha qilib beraymi bo'lmasa 2 million 200 dan, ha? Toshkentgacha qilib beramiz aka. 2 million 200 ming so'mdan Toshkentga yetib boradi, uyingizga olib borib, ishlatib, tekshirib beriladi, keyin pul sanashadi. Lekin olgan odam bor, buni necha yil foydalanadi? Ha, albatta, Xudo xolasa. Hali ham olmagan bo'lsa tavsiya qilaman, olinglar mana. Hozir chiqarib ko'rsatib beraganmiz. Ha, bunaqada mana yerda somonimiz bor, moshparaz. O'tamayapti sizlarmi? Qo'ya, ha. Bu garelka ham bor aka. Garelkani ham obzor qilamiz. Ular qanchadan? Xo'p, garelkamiz dastavkasi ichida 1 million so'm qilib beramiz aka buni. Ha, mana qarang. Shamol borligiga alanga ham uchib ketyapti tarafga. Bo'ladi, pastato'ring. Atalar pishirishga-da. Ha, atalar ayollar suv istaman desa ham qanaqa bir sopqo'yadi bo'ldi. Nimaga bo'lsa ishlatilaveradi. Keyin buni nimalari ham aka, qozoni. Qalin 1,5 santimetrli nimadan bo'lgan skoch balon bor-ku, mashinalar skoch baloni degan ekanda, qarang, qalingan. Mana shundan tayyorlangan. Yupqa anaqa diska yoki bir boshqa qozon atalarni pishirib olaman shu. Ha, albatta aka. 200 litrli qozon bemalol pishiradi aka. Qaynatib oladi. Keyin buni ham 2 xil motorligi bor aka. Mana unda 10 ta skorisi bor, past baland qilib, alangani pastroq, balandroq qilib, yoqib foydalangani boplar. Qatalab pishirmoqchi bo'lsangiz aka, mana tayyor sizga imkoniyat. Endi bu aka dastavkasi bilan O'zbekiston bo'yicha 1 million so'm. Endi yana boshqacharoq motorligi bor. U 700 ming so'm bo'ladi. Mana unisi motori boshqacharoq bo'ladi. Mana bu motor bilan bo'lsa 700 ming so'm bo'ladi. Arzonroq bu, arzonroq bo'ladi. Mana unda endi
Skoroslari balandroq, Bo'ldi, olovni bo'ldi. pastroq balandroq Bu 1 hisoblanadi. million so'm. Aha, bunda 700 bu motor bilan bersa 700 ming so'm bo'ladi. Dastlabki ham sizdan. Ha, dastavka ham o'zimizdan Bir aka. samolyotlar chiqar ekan. Xo'p, unaqada birinchi O'zlari ho'l poyamiz bor. Ashundan boshlab chiqaraylikmi, Jamol aka? Farqi yo'q. Bo'ldi. Lekin sifatli ish qiladi ukalarimiz. Olib keling o'tirasiz. Bemalol zakalat tushirsa bu tushirish kerakmi yo'qmi? Yo'q, yo'q aka, uyiga borib ishlatib berishadi, Keyin pul keyin beriladi. pul sanab beriladi. Bo'ldi. Endi Bismillah. arzimagan 2 million, 2,5 million pulga hech kim aldamasa kerak. Katta qo'l paya. Solavering. Qo'l payani ustidan chiqarib olgandan keyin. Ha, Jamol aka. Xohlasangiz quruq payani ham chiqarib beradi bu. Doni ham Qo'l quruq tanlamaydi aka, chiqaraveradi. chunki uni juda zo'rda ichidagi temirlari. Ha. Bu tishlari. Somondan Pichoqlarni ham ko'rsatamiz aka. Endi somonimiz bor, somondan chiqaraylik. Mana aka, tishlar uncha-munchaga yeyilmaydi bu. Meni uyimdagi bilasizmi? Bir 10 tonna bug'doyni maydalab oldi. Yaqin bir 2 tonnadan oshiq makkani maydalab tashladi o'sha. Uncha-munchaga yeyilmaydi bu. Qo'y bob setkada somon chiqarib beramiz. Bo'ldi. Qo'ying. Somonni qarang, maydalab tashladi. Bir soatda bilasiz, juda katta ish bo'ladi. Jamol aka, bu Aka, qo'y bob setkada chiqarilgani. Mana molga ham bersa mazza qiladi buni. Ha, albatta, mana guy cho'pidan ham Bu ildirab tashlabdi-yu, nima deydi? o'ta mayin qilib. Jonini olib tashlaydi, Ha. somonni ko'ryapsizmi? Mayda yumshatibdi. Yegan sari yegisi kelaveradi keyin buni. Ha, albatta aka. Endi Bir bunimizda soatda asteydil ishlasa ustaga tabii 50 ta somonni maydalab yuboradi. ha chiqaradi aka. 50 ta somon. Fermaga ham moslab. Bunimizda endi nima chiqarib beramiz aka? Makkamiz bor. Makkani ham chiqarib yuboramiz. Ha, bu yerda Makkaga moslashgani ham bor ekanda. Makka bu narsa yozib olmaysizlarmi? Shartlasini? Yerga chiqarib. Taygami? Ha. Tayga bilan soylarsa. Telefon savolinglar, u olaman. O, bironta temir listi bo'lsa ham olib kelingda. Usta aka, Labi. mislisi nechi pul bo'ladi mislisi? Misliga o'sha 250 ming qo'shilib qoladi. Ustiga Ha, qo'shilaveradi. ustiga 250 ming so'm qoladi xolos. Mehnatlari halol. Bitta like bosib tarqatib qo'yinglar. Qilgan Tayga mehnatiga qilaman. ko'p Bismillah. o'zdira bilgan bunday qarasa. Ko'kta olyapmiz a? Ko'k puli bor. Ha, temirlar ham qimmat lekin motorini o'zi normalniy pul olsa kerak. Bo'ldi. Qo'shtiraylik. Mana zaslonkasi bor, ochib yopilaveradi, ligirovka qilinaveradi. Mana ligirovka qilinaveradi. Ozroq ko'proq ochib. Bo'ladi aka. Qo'yim ikkita qo'chqor boqilyapti hozir ustaga. Nabi? Ikkita qo'chqorcham bor-da. Ha. Mana shundan yeyapti hozir. Ha, bunga atalaga qo'shib bersangiz Atalaga ham qo'shyapmiz. Buqalar ham bor-da. juda bo'ladi ekan. Ha, mana. Mana. Bunga Yorma holati bu. mana shundan beryapmiz qo'yga. Zo'r bo'ladi ekan. 4,5 millionga oldik. Ha. Yegan bo'lsa shu ikkalasi bo'lib shu 500 mingga yetib bormaydi-da. Ha. Lekin hozir 5 millionga ekovini Bemalol. ha, olib sotarlar, olib foydalanadi. Oladi. Zo'r semirar ekan ana shuni. Olaveradi. Bunimizda ketmaydi-da aka. Bunimizda eng kichkina Ko'p bor setkamizda ha, bug'doy chiqarib ko'rsatib beramiz aka. Bu setkadan ham bor-da men. Ha, eng mayin setkasi. Atala birinchi buqa boqqanda boshida ana shu
mayda setkada chiqarib berdik. Lekin Ha, hozir atalar qilib beryapmiz, ekonomiya ham zo'r bo'ladi. Ha, albatta aka. Darrov qo'yilib, Bo'ladi. atalar qo'yga tortib ketadi, uni somonga aralashtirib beryapmiz, gap ochiq. Lekin mazza qilib olyapti. To'kta oling. Yaqin 1 tonnali u ketdi, sement abi. Bo'ladi. Bunga akalar bunaqa holatda chiqarib bo'lmaydi lekin. Qop qo'yasizlar oldiga. Rezinka bilan baylab qo'ysalar ham bunaqa chang umuman 1 gram tashqariga chiqmaydi. Mazza qilib boqasizlar. Bu holatda chang bo'ladi lekin. Bo'ladi aka. Bo'ladi. Bunga borku, ana bug'doyda qopi bor aka. Ha. Biz mana bunga kiydiramiz-da. Ha, oldi tumshug'iga. Rezinka haligi charm rezinka bor, kamerga Baylab o'xshaydi. qo'yiladi. O'sha bilan bunday tortib moslamani qilib endi qistirib qo'yiladi bo'ldi. Chang chiqmaydi-da. Mana qarang aka. Borishga bo'ladi. Bundan qo'y yesa bo'ladi bu holatda, lekin mol yesa o't ketib qoladi. Ha, albatta. Bu holatda moldan o't ketadi ichidan. Bu rasxod bo'lib ketadi sizga. Lekin bundan atalar qilib bering, mazza qiladi. Atalarga zo'r bo'ladi ekan. Gap yo'q. 4 ta setka. Bitta mosh pressimiz ham bor. Shuni ham bir chiqarib beraylikmi? Qo'y bob setkada chiqarib beramiz. Shuni olib keling. Lekin ishni ancha ekonom qiladi, ishchi kuchini bo'ladi-yu. Bir marta chiqarib qo'ygansiz, 1 soatda chiqargansiz. 1 hafta yeydi-da bolang. Agar 3-4 ta molingiz bo'lsa ishlamaydi. Bu mosh pressimiz shu qo'y bob setkada chiqqan. Buni qo'y yesa keyin mazza qiladi. Ha, mazza qiladi. Asosan mosh presslar qo'ygada. Ha. Yeydi mazza qilaveradi. Malatka o'ylari bor, urib ham yumshatib ham qo'yadi uni anchagina. Buni-ya. Tak. Bu bo'ldi. Buni mol yeymi yo'qmi? Mol yesa bilmayman, mol berib kelmaganman buni. Molga Qo'y yesa qo'y. Qo'y yaxshi yesa kerak. Chiqarib berishimni bilaman-da. Qanaqasini? Dastlabki sizdan bo'lyapti. Ha, albatta. Keyin arzonroq menga 5-4 ta molim bor deganlarga, 5-10 ta qo'yim bor deganlarga arzonroq varianti ham bor ekan. Ularda ham narxini yengilroq qilib berilaveradi. Faqat qanaqasi bu? Bu qanaqasi endi? Bu hajmi kichikroq bo'ladi, motorlari sal kichikroq bo'ladi. Bitta motordan olinglar-ku, 3,5 kilovatli. Motor 3,5 kilovatli bo'ladi. Buni, Aha. Hajmi kichikroq bo'ladi. Bunisi mana shu motordan bo'ladi. Jicha kichikroq bo'ladi. Lekin bu ham ishlayveradi. Ha, albatta. Bularga hammasiga 6,5 kilovatli qo'yilgan bundan. Bu necha kilovatli bo'ladi? Bu 3,5 kilovat bo'ladi. Bu 6,5 kilovat bo'ladi. Motorida farq bor xolos. Keyin pichoqlarni ham aytmadik. Kuzovda ham farq bor ekan. Qiziqamiz pichoq. Pichoqlari aka Zavadskoy mahaviy bo'ladi. Zavadskoy quyma mahaviy bo'ladi. Pichoqlari 20 talik bo'ladi. Kalyondan kuydirilgan pichoqlar bo'ladi hammasi. Balansirovkasi bitta quyma, buni svarka boshqa joyi yo'qda, buni balansirovkasi chiqib ketmaydi umuman. Nomoda pichog'i temir yo boshqa bo'lib sinib ketib qolsa, gayka bo'ldi, mana ular bo'shab turib boshqa qo'yiladi, balansirovka o'zgarmaydi. Bo'ldi. Buni nech pul deyapsiz? Xo'p, buni bizga ham shunaqa mahaviy pichoq qo'yib beramiz, faqat bitta motori farq qiladi xolos. Joyimizdan olsa 1,800,000 so'm. Joyimizdan olib ketilsa. Dastavkasi O'zbekiston bo'yicha 2,150,000 qilib beramiz. Vaqti zo'r ekan. Ha, albatta. Endi haligi hamma ham bir xil emas. Menga 2 ta 3 ta qo'yim bor, yetadi kichikroq ham deganiga. Arzonroq. Ha, albatta. Buni ham haligi nimasi bo'lmaydi. Puli arzon ekan deb, nasatkasi oz yo bir boshqa olmaydi. Bularga ham 4 xil nasatka beriladi. Bu kattalarga qo'shib berilayotgan nasatkalar bularga ham beriladi. Faqat shu motorida farq. Keyin g'ildirak bo'lmaydi.
Umringizdan baraka toping. Bugun Xudo xolasa maza qilar ekanda, Ha, xudo xolasa, bunaqa narxda mana endi mana qo'yishimizda. xudo xolasa 1.800 dan. 1.800.000 mingdan. Umringizdan baraka toping. Telefon qilinaveradi. Xudo Hozir- xolasa, Bularga lekin katta motor qo'yib qo'ygan ekansiz. ha, bularga katta motor Mana qo'yilgan. motor qo'yilgandan keyin 1.800 bo'ladi. Ha, bu holatida bu qancha o'zi mana? Bu holatda 2 million so'm. 2 million so'm. Aha. 2 million so'm, 2 million 200 ming so'm va 2 million Dastavkasi bilan 2 million 400 ming so'm. Vodiy bo'lib 2 million 200 ming so'm. Xudo xolasa kelishamiz. Umringizdan baraka toping. Bir Endi kundan xizmat 3 kungacha xudo xolasa yetkazib beradi. Vodiy bo'ylab bo'lsa 1 kunda yetib boradi. U yoqqa zakaz u yoqqa bo'lsa qo'shib endi- chiqarib yuborasiz. Ha, albatta. Bittaga chiqarib yuborsangiz u bo'lmaydi. Ana shunaqa yo'lga uzoq ketsa pulni to'lab 2 kun, 3 kun. nima o'tiraversangiz ham albatta aka. qo'shib chiqarib yuboriladi-da. Albatta. Akalar kelaverasizlar, aloqa Ha, chiqib bemalol telefon qilinaveradi. Ha, Garelkalarimiz ham Aha. ha, bemalol bexijolat. Bu ham yetkaziladi. Qalin listdan qilingan. Mana aka, o'zi Qozonlari ham shitda 4li, 5li listdan qilingan. yasaladi. O'rtasida listlari ham. Umringizdan baraka toping. Savdoyingizni bersin, uka. Aylanma aka. Hammaga omad, akalar, olinglar, maza qilinglar.